Instagramdagi trenddan biz ham qolib ketmaylik deb boshladik. Ado bo'ldi, barbod bo'lding. Yetmadi. Aldaysan Sardor. Nimaga birovni aldaysan? Kimniki? Pulga o'chdik, xola, pulga o'chdik. Bu kim bu? Tochkan xo'jayinimi bu? Bilinmadi endi. Nima deyishi? Просто like bosib qo'ying. Nima ko'ringan yo'q, ana so'ng. Ko'ringan yo'q. Ya ko'rib bo'lgan ekan. Yo'q. Bo'l, yopaylik shu temani. Men charchadim, to'g'risi. Kuchim yetmadi boshqa. Uzun hayajonlanib ketdim. Olib men boshqa dorini yana qo'yib ko'raman. Yo'q, boshqa joyga qo'yamiz. Keyingi o'yinda davom ettiramiz. Ha, pulni ustiga qo'yadi. Yana qo'yaman. Uyga telefon qilib so'rab olishingizga imkoniyat bor bilmasdan. Malay. Yer rahmat. Meni ham o'zim villalarim bor, mashin zavodlarim bor. Hozir restoranlarim bor. Hozir 4 ta 5 ta bilan quryapman. Otel quryapman. Tamash qilig'ing menga yoqmaydi bilasan. Shayton bizni yana shu yerga chorlab keldi. Ay, yemoni qismi, o'g'il,